Assalomu alaykum. Stop korrupsiya dasturi efirda. Bugun biz qonun himoyachisi bo'la turib, qonunni buzganlar, o'zgalar hayotini xavfga qo'yib, nafsiga qul bo'lganlar va davlat mulkini o'zlashtirishga uringan kimsalar haqida so'z yuritamiz. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan korrupsiyaga chek qo'yish borasida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Bu galgi holat bank tizimida kuzatilib, unda yuqori lavozimli mansabdor shaxsning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Ishchiyoyingiz lavozimiz anjomlar bosh boshqarmasi o'rinbosari. Davlat xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, respublikamizdagi banklardan birining Andijon viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari o'z xizmat mavqeidan foydalanib, shaxsiy boylik orttirishni maqsad qilgan. U Asaka tumanida joylashgan, umumiy bahosi 16,8 milliard so'mlik xususiy davolash markazi binosini auksionda savdolarsiz 7 yil muddatga foizsiz kredit hisobidan olib berish evaziga tadbirkordan 90 ming AQSh dollarini talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu mansabdor shaxs so'ralgan pul mablag'idan 40 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sud idoralari adolat o'rnatiladigan, qonun ustuvorligi ta'minlanadigan, fuqarolar o'z haq-huquqlarini himoya qilishi uchun najot izlab boradigan eng oliy dargohdir. Ammo adolat tarozi pallasini ushlab turishi, qonunlarni himoya qilishi shart bo'lgan sudyalarning o'zi nopok ishlarga qo'l ursa, qonunbuzarlikda gumonlansa, jamiyatning davlatga va qonunlarga bo'lgan ishonchiga putur yetmaydimi? Navbatdagi lavhamizda huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda sudyalar oliy kengashi hamkorligida o'tkazilgan o'ta muhim tezkor tadbir tafsilotlari haqida. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan prokuratura organlari va sudyalar oliy kengashi bilan birgalikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Sirdaryo viloyat sudining iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi hamda Agrobank aksiyadorlik tijorat bankining Guliston filiali mansabdor xodimi ishtirokidagi noqonuniy holat aniqlandi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, sudlov hay'ati sudyasi o'z ish yurituda bo'lgan mahalliy tadbirkor tomonidan Guliston shahrida qurilgan ko'p qavatli bino bo'yicha kassatsiya tartibida ko'rilayotgan da'vo ishi shundoq ham qonunan tadbirkor foydasiga hal bo'lishini bilgan. Shunga qaramay, u o'zining yaqin aloqasi hisoblangan bank mansabdori bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, ishni ijobiy hal qilib berish ro'kachi ostida tadbirkordan 7500 AQSh dollar miqdorida pul talab qilganlikda gumonlanmoqda. O'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida bank mansabdori talab qilingan pul mablag'idan 5500 AQSh dollarini vositachi sifatida olgan. Shundan so'ng sud tomonidan tadbirkor foydasiga ijobiy hal qiluv qarori e'lon qilingach, bank xodimi sudyaga kelishilgan mablag'ning 3600 AQSh dollarini berayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yong'in xavfsizlik qoidalariga e'tiborsizlik ko'pincha fojiali oqibatlarga, insonlar o'limiga olib kelishi hech kimga sir emas. Ayniqsa, odamlar gavjum bo'ladigan jamoat joylari, xususan umumiy ovqatlanish maskanlarida bu masalaning ahamiyati 10 chandon ortadi. Navbatdagi lavhamiz Jizzax viloyati Mirzajo'l tumanida sodir etilgan jinoyat ishi tafsilotlari haqida. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan taqdim etilgan dastlabki tergov materiallariga ko'ra, Jizzax viloyati Mirzajo'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarining xatti-harakatlarida xizmat vakolatini suiiste'mol qilish va ta'magirlik alomatlari qayd etilgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu mansabdor shaxs tuman markazida joylashgan umumiy ovqatlanish maskanida o'tkazilgan tekshiruv jarayonida yong'in xavfsizligi bo'yicha aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmaslik, shuningdek, to'plangan hujjatlarni sudga yubormaslik evaziga tadbirkordan 3 million so'm miqdorida pul mablag'i talab qilgan. Shundan so'ng Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda gumondor talab qilingan mablag'ni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Davlatimiz tomonidan yer munosabatlarini tartibga solish bo'yicha qat'iy nazorat o'rnatilgan bir paytda tizimning o'zida faoliyat yurituvchi, yerning aniq hisobini yuritishga mas'ul bo'lgan ayrim xodimlarning qonunbuzarlikka qo'l urayotganliklari achinarli holatdir. Navbatdagi lavhamiz Qashqadaryo viloyatida aniqlangan ikki bir-biriga o'xshash holat haqida. Dastlabki tergov hujjatlariga asosan, huquqbuzarliklarning birinchisi kadastr agentligining Qarshi tumani bo'limi inspektori ishtirokida qayd etilgan. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro tomonidan 12 sotix yer maydoni noqonuniy egallab olingan va buning uchun 82 million so'm miqdorida ma'muriy jarima qo'llanilgan. Inspektor ushbu jarimani bekor qilib, hujjatlarni yo'q qilib yuborish hamda yerga egalik hujjatlarini rasmiylashtirib berish evaziga fuqarodan 2000 AQSh dollari talab qilganlikda gumon qilinmoqda. Dasturimiz davom etadi. Yuqoridagi lavhalarda davlat va jamiyat mulki bo'lgan yer resurslarini talon-taroj qilishga uringan, tizim obro'siga putur yetkazayotgan ayrim shaxslarning xatti-harakatlariga guvoh bo'ldik. Xo'sh, aslida yer munosabatlari sohasidagi ochiqlikni ta'minlash, korrupsion holatlarning oldini olish bo'yicha tizimning o'zida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Shu va boshqa savollarga bevosita mutaxassislarning o'zidan javob olish maqsadida biz kadastr agentligi va mas'ul xodimlariga yuzlanamiz. Korrupsiya oldini olish bo'yicha qilingan asosiy vazifalardan birinchisi sohani raqamlashtirish bo'lgan. Ya'ni hozirgacha kunduzda kadastr tomonidan ko'rsatilgan barcha xizmatlar to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish mexanizmi bekor qilinib, faqatgina onlayn elektron tarzda Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv xizmatlar portali orqali murojaat qilish yo'lga qo'yilgan. Bu bilan o'sha xodimlarni, fuqarolar, jismoniy va yuridik shaxslar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotini cheklash, faqatgina rasmiy murojaat orqali fuqarolarni arizalarni ko'rib chiqish mexanizmi joriy qilingan. Undan tashqari muddatlarimizni qisqartirish, nazoratga olish mexanizmi joriy qilingan. Shuningdek, hozirgi kunda kadastr agentligining hududlarda faoliyat yuritayotgan nazoratchilarni ham faoliyatini doimiy monitoring qilish, fuqarolar bilan muloqotini xavfsizligini ta'minlash maqsadida har bitta mutaxassislarimiz body kameralar bilan ta'mirlangan va ular tuzayotgan ma'muriy bayonnomalar hammasi elektron ko'rinishida planshetda rasmlashtirish mexanizmi joriy qilingan. Bu bilan o'sha xodimlar tomonidan yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan qonun buzish holatlari, korrupsion holatlarni oldini olish bo'yicha tegishli choralar ko'rilgan. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan holat yuzasidan fikr bildiradigan bo'lsam, o'sha har ikki holatda ham xodimlarimiz tomonidan o'z mansab va vakolatlarini suiiste'mol qilgan holda firibgarlik yo'li bilan fuqarolardan pul talab qilgan holatda jinoyat ishi qo'zg'atilganligi ayon bo'ldi. Bu ikki holatda ham axborot tizimiga kiritilgan ma'lumotlarni o'chirish hech qanaqangi bizning mutaxassislarning vakolatida emas. Shu sababli fuqarolarimizdan iltimos qilardik, kadastr organlari xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan qanaqangidir bir shikoyatlar bo'lsa, marhamat, bizning ishonch telefonlarimiz orqali murojaat qilishlari mumkin. Shu bilan birga hozirgi kunda xatlov jarayonlari ketmoqda. Shu o'zboshimchalik bilan egallab olingan yerlar bo'yicha mahallalardagi xatlov jarayonlari faqatgina o'sha reja grafik asosida amalga oshirilishini, buning uchun hech qanaqangi to'lov amalga oshirilmasligini eslatib o'taman. So'nggi yillarda yurtimizda korrupsiyaga qarshi murosasiz muhitni yaratish uchun o'nlab qonun va qarorlar qabul qilindi. Huquqiy baza to'liq yangilandi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa tizimni tozalash va xalqni rozi qilishdir. Ammo davlatning ana shu sa'y-harakatlarini nafsiga qul bo'lgan, qonunni mensimaydigan ayrim amaldorlar yo'qqa chiqarishga urinayotgani achinarli holatdir. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Lekin bir haqiqatni unutmang. Davlatning, xalqning haqqiga xiyonat qilgan har qanday shaxs uchun jazo muqarrardir. Efirda Stop korrupsiya loyihasi edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.